بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى. Sizlarga 2025-yilning 7-dekabr sanasida Sudandan salom yo'llaymiz. العام 2025 Bugun biz O'rta Osiyo musulmonlari tomonidan taqdim etilgan ushbu yordamlarni Sudandagi urushlar sababli ko'chirilgan aholilarga ulashmoqdamiz. جراء الحرب. O'rta Osiyodagi birodarlarimiz, Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Bu yordamlaringizni Alloh sizlardan qabul qilib, amal daftaringizga savob qilib bitsin. Ushbu og'ir kunlarda Sudandagi birodarlaringizni yonida bo'lganingiz uchun sizlarga tashakkur aytamiz. Ko'rib turganingizdek, Sudanda yordamlarga juda katta ehtiyoj mavjud. Biz ushbu nonlarni bu yerdagi ko'chirilgan aholilarga ulashamiz. Alloh sizlardan rozi bo'lsin va baraka bersin. Bismillah. Allohning nomi va barakasi bilan boshlaymiz. إن تطاول ليلنا أو تمادى في الظلام أو تعذر ركبنا وسط أرتال الركام إن تضاءل حلمنا أو تناثر في الزحام إن تطاول ليلنا أو تمادى في الظلام أو تعذر ركبنا وسط أرتال الركام إن تضاءل حلمنا أو تناثر في الزحام عندها نعلي الجباه عزمنا أنتم مدى للعلا نسعى جميعا نحن صناع الحياة عندها نعلي الجباه عزمنا أنتم مدى للعلا نسعى جميعا نحن صناع الحياة لن تحاصرنا الهموم فقرنا لا لن يدوم إن زرعنا واتجرنا أو صنعنا ما نروم. Bismillahirrahmanirrahim. O'rta Osiyolik birodarlarimizga tashakkur aytamiz. Alloh sizlardan rozi bo'lsin.